algoritmlari shunaqa qurilganki, sizni yutishingizni deyarli ilojingiz yo'q. Realchilar real yutamiz deb o'ylaydi, barsachilar barsa yutamiz deb o'ylaydi. O'zingizni va atrofdagilaringizni pul haqidagi ilmi oshganini yaqqol ko'rasiz. Bu biznes sizga qarshi qurilgan. Mana buni halol biznes deydi. Halol investitsiya deydi, halol pul topish deydi. Biz mana chetda turib, mana bu o'tirib olib aytishim mumkin, bu oddiy-ku deyishim mumkin. Lekin kirib qolgan odamga rostdan ham qiyin do'stlar. Lekin o'zini hayotida nima maqsadi borligini ham bilmaydi. Shunga agar siz shu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, balki bu sizga signal bo'lishi mumkin. To'xtatish uchun. Qimor o'ynaydigan odamlar ahmoq emas. Ularni shunchaki aldashgan. 1xbet, Mailbet, Mostbet va boshqa bezbet qimorxonalar sizga pul bermaydi. Ya'ni yutmaysiz, balki yutqizasiz. Ular nafaqat pulingizni oladi, balki vaqtingizni, oilangiz tinchini va umuman hayotingizni olib qo'yadi. Bu video faqatgina qimorga qiziqadigan yoki o'ynaydigan odamlar uchun emas, balki ularning oila a'zolari, do'stlari va umuman barcha insonlarga kerak. Siz o'ylaysizki, men bu narsaga aloqam yo'q deb o'ylaysiz, balki aynan sizni farzandingiz hozir telefonida shu o'yinga qiziqishni boshlayotgan bo'lishi mumkin. Men Saidazam Xo'jayev, pul ilmi va shaxsiy rivojlanish bo'yicha murabbiyman va bugun biz ludomaniya, ya'ni qimor o'yinlariga qaramlilik haqida gaplashamiz. Ushbu videoda ludomaniya o'zi nima va bu narsaga qanday qilib insonlar kirib qoladi, kimlar bu o'yinda yutadi, kimlar yutqizadi, buni oqibatlari nimaga olib keladi va bu illatdan qutulish yo'li bor va bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Xo'p, ludomaniya o'zi nima edi? Bu qimor o'yinlariga qaramlilik dedik, to'g'rimi? Bu degani nima degani? Inson yutsa ham, yutqizsa ham baribir o'ynayveradi. Mana shuni qaramlilik deydi. Bu shunchaki odat emas. Bu siz nazoratni yo'qotdingiz degani. Nazorat degani emotsiyalaringiz ustidan, pullaringiz ustidan nazoratingizni yo'qotganingiz bo'ladi. Va shu narsani ludomaniya deydi. Endi ludomaniyaga qanday kirib qolishadi insonlar? Mana eslanglar, atrofingizda kimlar bor o'ynaydiganlar? Asosan qiziqishdan boshlanadi. Birinchi nima ekan deydi. Balki telefonda kelsa nima ekan deydi. Lekin undan ham ko'pi sarafan marketing deydi buni. Ya'ni tanishlar, o'rtoqlar, og'aynilar aytadi, mana men o'ynadim, men yutdim, kel o'ynab ko'r, zo'r ekan deydi. Odam kirib qoladi shu narsaga. Va eng xavfli joyi bilasizlarmi nima? Bu birinchi yutuq. Bu nima degani? Bu programmalar hammasi shunga moslangan. Birinchi kirasiz, birinchidan tekin pul berishadi. Ko'rgansizlar, boshlanishiga registratsiya uchun palon pul oling va o'yinni boshlang deyshadi. Bu birinchi pul beradi. Pulsiz boshlaysiz, kredit bilan. Keyin birinchi yutuq beradi va inson sekin-sekin asta kirib qolganini o'zi sezmay qoladi. Va shunaqa qilib biz ludoman bo'lishni boshlaymiz. Nega men aynan shu videoni olishga qaror qildim? Bu albatta moliyaviy savodxonlikka bog'liq narsa, pulni boshqarishga bog'liq. Ammo faqatgina pul emas, bu vabo desa ham bo'ladi. Bu vabo ko'zga ko'rinmas vabo do'stlar va bu bilan kurashish kerak albatta. Agar shu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta ko'pchiligiga yuborib qo'yinglar. Sizlar u odamni albatta o'yinchi deb o'ylashingiz shart emas, lekin shu videoni ko'rsa, balki o'sha ludomaniyaga kirib qolish ehtimolidan siz uni saqlab qolgan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta shu videoni hozir yaqinlaringizga bo'lishib qo'ying. Xo'p, endi bu o'yinda nega yutishni deyarli iloji yo'q? Kelinglar statistikaga murojaat qilamiz. Mana men bu yoqqa yozib olganman. 2025-yilni statistik ma'lumotlariga ko'ra 650 milliard dollarni tashkil qiladi qimor o'yinlar bozori. Bu degani nima degani? Bozori degani savdosi, butun qimor o'yinlarining savdosi. Bu butun dunyoda birinchidan kazinolar bor, ya'ni onlayn, offlayn hamma kazinolar va mana shu betlar, xbetlar, keyin slotlar, bular hammasi qimor o'yinlariga kiradi va uning savdosi, 1 yillik savdosi 650 milliard dollar. Faraz qiling, 26-yilga prognoz esa 700 milliard dollar. Ya'ni bu oshib boryapti. Bu narsa oshib boryapti. Ya'ni qimor industriyasi 650 milliard dollar va bu raqam ortida millionlab singan insonlar, singan qalblar yotadi. Xo'p, biz
ko'proq onlayn haqida gaplashayotganimiz uchun onlayn qismi qancha ekan 650 milliarddan desangiz, 120 milliard dollar onlayn qimorga to'g'ri keladi. Ya'ni yoki kompyuterdan yoki telefondan kirib o'ynashingiz 120 milliard dollar bir yillik savdo. Buni nima bilan taqqoslayman desangiz, O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2025-yilda 147 milliard dollar bo'lgan. Ya'ni bir-biriga yaqin. Xo'p, yalpi ichki mahsulot nimaligini yana eslataman. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning jami hajmi, jami. Ya'ni sizni biznesingiz bo'ladimi, O'zbekiston tilla ishlab chiqarishimi, neftimi, boshqa narsasimi, barcha korzinkani savdosi, xizmatlar hammasi 147 milliard dollar bo'lgan va bu deyarli onlayn qimorga teng bo'lyapti. Ya'ni butun boshli O'zbekistonni ishlab chiqargan tovar xizmatlari bitta qimorga teng bo'lyapti. Juda ham katta raqam. Endi yana bitta solishtirma. Ta'lim sohasiga solishtiradigan bo'lsak, ta'lim edtech deydi. Ya'ni ta'lim sohasi o'zi katta soha, lekin biz hozir onlayn haqida gaplashayotganimiz uchun onlayn ta'limning raqami 165 milliard. Ya'ni 165 milliard dollarlik savdo qiladi onlaynda ta'lim sohasi. Bu ham mana yaqin raqam ekan. Endi nega ta'lim sohasi bilan solishtiryapman do'stlar? Ta'lim insonni yuksaltiradi. Qimor o'yinichi sindiradi. Ya'ni insonlar o'zini sindirish uchun shuncha pul sarflab, ya'ni ham pul sarflayapti, ham sinyapti. Undan ko'ra ta'limga sarflashsin shu narsani. Mana hozir o'zingizga savol bering. 2025-yilda siz o'z ta'limingizga qancha pul sarfladingiz? Mayli maktabdir, institutdir, bular endi offlayn darslar, lekin onlayn qaysidir kursni sotib oldingizmi yoki mayli hech bo'lmasa kitob, u ham ta'lim. O'shani sotib oldingizmi? Ya'ni bu hozir 165 milliard bu sotilgan ta'lim. Lekin bepul ta'lim bor. Mana hozir YouTube'da video ko'rib o'tiribsiz. Bu ham bitta ta'lim. Meni kanalimda to'liq hammasi ilmga bag'ishlangan videolar. Bironta o'yin kulgu, hordiq chiqarish haqida emas. Uni bepul beryapman. Ya'ni 165 ichiga kirmaydi bu narsa. Hatto shuni ham olgisi kelmaydi insonlar. Buni prosmotrdan ko'rsangiz bo'ladi mana. Meni prosmotrlarim qanchada? Boyiga mana yana muhim joyi 1xbetda men qiziq joyi mana bu videoga tayyorlanayotganimda YouTube'da yozdim-da. O'sha Ludamania dedim, 1xbet qimor o'yinlari deganimda ko'pchilik videoda qanday qilib yutish haqida video chiqyapti. Menga o'xshab ogohlantirish haqida videolar kam ekan. Asosan yutish haqida. Ya'ni yutish mumkin degan videolar chiqyapti. Ya'ni shu ham prosmotrlari juda ko'p va odamlar ularga ishonib bunda yutishga harakat qilishyapti. Endi biz yutish haqida gaplashamiz o'zi. Mana shuncha pul sarflashayotgan ekan odamlar, 120 milliard dollar onlayn kazinoga, onlayn o'yinlarga pul sarflashyapti. Xo'p, shunga yarasha yutishyaptimi yoki yo'qmi? Qiziq-a? Bu yerda ham mana biz statistikaga murojaat qilamiz. 5 yillik ilmiy tadqiqot o'tkazishgan 700 ming kishidan ortiq, 717 ming kishida tadqiqot o'tkazishgan. Ya'ni o'yinchilarda, ya'ni ludoman o'yinchilarda tadqiqot o'tkazishgan. Bu mana gamblingharm.org saytidan oldim. Aslida men o'zi sun'iy intellekt GPT dan oldim. GPT esa mana gamblingdan olgan. GPT ni hozir qulay tarafi linklarni beryapti, havolani qayerdan olganini. Va men o'sha havoladan o'tib, butun maqolani o'qib sizlarga mana statistikani olib kelyapman. Qaranglar. 700 mingta odamda 5 yil davomida tadqiqot o'tkazishganda 96% odam pul yo'qotgan, ya'ni yutqizgan. Va faqatgina 4% yutgan. U 4% ham qanaqa yutganda, yutib qochganlar-da. Mana boshida yutasiz, qochasiz. O'shalar uzoq muddatda ko'pchilik yutqizar ekan. Xo'p, o'rtacha yo'qotish pulda qanaqa bo'ladi desanglar, mana oddiy odam, ya'ni oddiy o'yinchi 400 dollardan 1200 dollargacha bir yilda pul yo'qotgan ekan. Boyiga 700 mingta odam ustida o'tkazilgan tadqiqot natijasida. Endi qimorga berilib ketgan odam esa 3000 dollardan ko'p pul yutqizgan. Bu nima degani? Oddiy odam bilan qimorga berilib ketgan. O'ylab ko'ring.
men professional qimorbozman, zo'r o'ynayman, zo'r yutaman degan odam qaytanga ko'p pul yutqizar ekan. Statistika bo'yicha shunaqa. Endi savol. Xo'p. Nega endi shuncha odam yutqizadi? 96% yutqizib, 4% yutadi. Sababi bu do'stlar industriya, bu biznes va bu biznes sizga qarshi qurilgan. Ya'ni bu yerda professionallar o'tiribdi. Ya'ni faraz qiling, mana bu ekran, telefoningiz ekrani. Bu yoqda siz, u yoqda esa komanda, armiya, sizga qarshi tuzilgan armiya. Marketologlar, matematiklar, psixologlar hammasi sizga qarshi qilingan. Ularga qarshi qanday siz yurasiz bir o'zingiz? Hatto professional o'yinchi bo'lsangiz ham yuzlab odamlarga, minglab odamlarga qarshi qanday? Algoritmlari shunaqa qurilganki, sizni yutishingizni deyarli ilojingiz yo'q. Va bu yerda yana bitta muammo bor. O'ylashingiz mumkin. Men boshqalardan farq qilaman. Men yoshligimdan aqlli bo'lganman, matematikada zo'r bo'lganman va analiz qilishlarni bilaman deb o'ylaysiz. Mana shu yerda katta xato qilasiz. Chunki aynan shunaqa o'yinchilarni ham bular bilishadi va tuzoqqa tushirishadi. Endi bo'pti, bu o'yinda o'sha 4%lar kim ekan yutadiganlar? Yutib chiqib ketganlardan tashqari kim desanglar, birinchi navbatda bu o'sha o'yinlarga ta'sir qiladigan insonlar. Ya'ni agar biz pulni sportga tikayotgan bo'lsak, sportda kimlar bor? O'yinchilar bor, murabbiylar bor, hakamlar bor va boshqa kimki o'yinga ta'sir qilsa, o'shalar nima? Yutish ehtimoli bor, to'g'rimi? Ular oldindan biladi nima bo'lishini. Ular kelishib olgan bo'ladi. Unaqa skandallarni ko'p eshitganmiz. Mana misol uchun bizni O'zbekistonda mana yozilgan 2019-yil 23-yil oralig'ida 77 ta odam futbolchi, hakam, murabbiy, klub xodimlari aynan match fixing, ya'ni fix degani to'g'rilab qo'yish, ya'ni matchni to'g'rilash bilan bog'liq narsada ushlangan. Mana Toshkent Times'dan oldik bu narsani. Ya'ni kelishilgan o'yin. Do'stlar, o'shalar yutadi. Endi ular ko'pchilikni tashkil qilmaydi, to'g'ri. Xo'p. Kim yana yutadi? Xo'p, professional o'yinchilar bormi? Ha, albatta bor. Professional ludamanlar uzoq muddat davomida yutadiganlar bor. Ularni 3 ta sharti bor ekan mana. Chuqur tadqiqot va strategiya. Ya'ni do'stlar, qaranglar. Siz agar aynan sportga pul tikayotganingizda nima qilasiz? Tadqiqot olib borasiz. Ya'ni nechidir yillik, 5 yillik, 10 yillik tadqiqot. Ba'zilar aytadi, "Men futbol yaxshi tushunaman, zo'r muxlisman, shuning uchun men nima bilan o'yin tugashini bilaman." Qattan bilasiz? Mana Barsa, Real o'tirishadi har gal El Clasico'da. Realchilar Real yutamiz deb o'ylaydi, Barsachilar Barsa yutamiz deb o'ylaydi. To'g'rimi? Qattan sizlar bilasizlar kim yutadi. Mayli o'tda kim yutadi. Bu yerda bilasizku, nechta gol bo'lishiga qo'ysa bo'ladi pulni, nechta uglovoy bo'lishiga, qizil kartochkaga hatto qo'ysa bo'ladi. Bu anaqaysiz ko'p chiqishi uchun, koeffitsentingiz baland chiqishi uchun. Buni hech kim oldindan bila olmaydi. Tadqiqotchilar chuqur tadqiqot qilib, qanaqadir umumiy raqamlarni chiqarib bilishar ekan. Ya'ni u ham hali 100% emas. Bu birinchi sharti. Ya'ni tadqiqot qiladi. Xo'p, tadqiqot natijasida bunaqa ekan. Ketidan strategiya qiladi. Mana strategiya bo'yicha men pul tikaman deydi. Keyin bankrolni intizomli boshqarish. Ya'ni bankrolni bu o'sha sizning onlayn koshelyogingiz, uni intizomli boshqarish. Bu degani bular hamma pulni bitta joyga tikib yormaydi. Ya'ni men o'sha maqolani o'rganib chiqdim-da, o'qib chiqdim, shuni hozir sizlarga aytayapman. Ya'ni odamlar zo'r o'yinni biladi, 100% pul yig'ilgan deylik, men bir $5000 yoki kimdirda $1000 yig'ilgan bo'lsa, barcha pulni mana shu o'yinga tikib yoradi, yo'q qiladi. Intizomli boshqarish degani boyagi strategiya bo'yicha qaysidir qismini palon o'yinga tikiladi. Shunaqa qilib ko'paytirib borishadi bular. Keyingi uchinchisi, emotsiyalarga berilmaslik. O'yin bu emotsiyada odamlar ixtirosligiga beriladi va yana boyiga o'xshab hamma pulni olib turib bitta joyga tikadi va yutqizadi. Endi savol do'stlar, shuncha narsani bilgan inson nahotki mana shu harom yo'l bilan pul topsa, balki halol. Agar siz chuqur tadqiqot qila olsangiz, strategiya qila olsangiz, intizomli bo'lsangiz, ixtirosligiga berilmasangiz, siz juda ham kuchli strategsiz. Siz zo'r tadbirkor bo'la olasiz. Tadbirkor bo'la olmasangiz zo'r xodim bo'lasiz. Mayli, ularni ham bo'lgim kelmasangiz investor bo'la olasiz. Nima degani qarang. Buni
hayolimga bilasizmi nima keldi? Buni o'qiganimda, tayyorlayotganimda birinchi navbatda fond bozori hayolimga keldi. Fond bozorida ham xuddi shunaqa ish qilinadi. Chuqur tadqiqot, strategiya, intizomli pulingizni boshqarish va ehtirosga berilmaslik. Fond bozori nima edi? Eslaylik, bu qimmatli qog'ozlar bozori, ya'ni aksiyalar. Aksiyalar bu qaysidir kompaniyaga sherik bo'lib sotib olish orqali. Ya'ni siz bitta aksiyani sotib oldingizmi, u kompaniyaga sherik bo'ldingiz. Ya'ni sizni pulingiz tikilganda qiymat yaratyapti do'stlar, bizneslarga qiymat yaratyapti. Siz biznesni ulushini sotib olib, biznesga yordam beryapsiz va u biznes o'sish orqali sizga daromad keltiryapti. Mana buni halol biznes deydi. Halol investitsiya deydi, halol pul topish deydi. Qimor esa faqatgina bizani zalolatga olib keladi do'stlar. Qo'shimcha qiymat hech qanaqa bermaydi. Ya'ni bizneslar sizni pulingiz evaziga $100, $1000 tikkan pulingizga nimadir mahsulot ishlab chiqaradi. U mahsulot insonlarning og'irini yengil qiladi. Qimorga tikkan pulchi ikkalangiz o'rtanglarda, bookmaker bilan siz o'rtangizda. Yo bookmaker yutadi yoki bookmaker yutadi. Siz yutmaysiz, do'stlar. Faqat ular yutadi va u yutganlar hech qanaqa qiymat yaratmaydi. Faqat insonlarni qiyin holatga olib kelib qo'yadi. Ya'ni aytmoqchimanki, do'stlar, agar sizda shunchalik yaxshi qobiliyat bo'lsa, u qobiliyatingizni qiymat yaratishga, odamlarga foyda keltirishga yo'naltiring. Bunaqa insonlar juda ham kam uchraydi. Mana ko'ryapsizlar, 3-4% ekan. O'sha 3-4% odam xalqqa, odamzodning foydasiga ishlasa, qanaqa yaxshi bo'lardi? Xo'p, endi keyingisi oqibatlar. Xo'p, do'stlar, kim yutqizishini va kim yutishini bilib oldik. Ya'ni hamma yutqizishini bilib oldik. Xo'p, yutqizdi. Bu narsa qanday oqibatlarga olib keladi? Ustoz, mana shu joyda oqibatlarga kelganda, aynan mahallamda men juda ko'p shu holatga duch kelganman-da. Ya'ni har bitta odamni alohida hikoya qilsa bo'ladi o'z aslida, lekin men bir nechtasini hozir aytsam, balkim shu ko'rayotganlar o'zini tanishlar orasida ko'rar shu voqeani. Bittasi o'zini uyini sotdi. Ya'ni shuni oqibatida o'zini yashab turgan uyini zalogga qo'yib kredit olgan, qarzga kirib qolgani uchun uyini sotdi, majbur bo'ldi, qimor o'ynab yutqizgan, uyini sotdi, ayoli bilan ajrashdi, bolasi tirik yetim. Yana bittasi yutqizib o'zini osdi. Ya'ni uni ota-onasini kimdir qutqarib qoldi. Hozir endi yaxshi yashayapti shekilli. O'zini osdi, u o'lib ketishi mumkin edi. Qutqarib qolish. Nechta odamni eshitdim, osib o'lib ketgan. Yana bitta bola bor, o'zini uyini sotgandan tashqari yana qarindoshining uyini sotishga o'tdi o'sha. Hali lekin u bola hali qimordan qaytmagan bola. Ya'ni bu hammasi faqatgina sizning mahallangizda. Mahallam ichida, ya'ni bu 2-3 ta bola, men eshitganlarim bu mahallamda 30-40% yoshda shu qimorga berilib kirib ketgan va qancha odam shuni orqasidan kreditga o'tirib qoldi, majburan kreditga o'tirib qolgan. Ya'ni bu qimor faqat bitta odamni emas, butun bir oilani va o'sha jamiyatga ta'sir qilyapti-da. Ya'ni mana bu holatda aynan mana shu video nimaga kerak? Do'stlar, mana xuddi mana shu holatda nima deymiz? Ota-ona bilmaganda shu bolasi o'ynayotgandi. Bolasi birinchi o'ynagan, ozgina qarzga kirgan, o'tda kimdir bilan gaplashgan, bekitgan, oxiri bekitish iloji bo'lmaganda, qarzga kirib bo'lganda odamlar kelib pulini talab qilishni boshlaganda ota-onasi bilganda va uyini sotishga majbur bo'lgan. Qachon bilgan ota-onasi? O'sha gazi olib ketgandan keyin, kech bo'lgandan keyin. Shuning uchun kech bo'lmasidan shu videoni aytaman, yosh kattalarga, farzandi borlarga, ayniqsa mana shu 20 yosh, 18 yosh, 16 yosh atrofidagi bolalarda ko'p uchrayotgan bu narsa. O'shalarga ehtiyot bo'linglar. Agar shunaqa yoshdagi farzandlaringiz bo'lsa, ular bilan suhbat qilinglar. Mana shu videoni ko'rsatinglar, nima oqibatga olib keladi, nima bo'lyapti. Qaranglar, endi oqibatlar deganda men bitta yozib qo'yganman. Birinchi dopamin keladi. Dopamin bilasizlar, baxt gormoni. Odam o'ynaganda maza qilishni boshlaydi, keyin yutqazadi. E'tibor beringlar. Keyin qarzga kiradi. Keyin yolg'onlar boshlanadi. Boya aytganimdek, ota-onaga bildirmaydi, yolg'on o'tdan bo'tdan qarz olishni boshlaydi. Keyin o'zi stressga kiradi. Oilaviy muammolar, ya'ni ota-ona bildi. Umidsizlik, keyin o'zida o'sha umidsizlik boshlanadi. Kimdir uyi bor, uyini sota oladi, kimdir uyini sotmaydi. Uyi yo'q bo'lishi mumkin, yoki ota-onasi sottirmasligi mumkin. Umidsizlik. Umidsizlikdan keyin depressiyaga tushadi va oxir oqibat nima bo'ladi? Boyagi aytganingizdek, o'z hayotiga qasd qilishni boshlaydi.
Ya'ni inson oxirida o'zini yo'qotadi, do'stlar. Umuman sen boshqa inson eding-ku deysiz. Mana men bekor aytmayapman, mana atrofingizda bo'lgan shunaqa deganmisizlar? 2 yil, 3 yil oldingi odam umuman boshqa odam edi. Lekin mana shu botqoqga kirgandan keyin qanaqa ahvolga tushib qoldi? Endi do'stlar, bu mana shu oqibatlar ekan. Endi nega bu narsani tashlash qiyin desanglar, bu yerda baxt gormoni va umid degan narsamiz bor. Mana shu narsani ustida zo'r qattiq ishlashadi boyagi bukmekerlarni, boyagi kazinolarni egalari shuni ustida ishlaydi. Ya'ni odamni hissiyotlarini ustida ishlashadi. Baxt gormoni nima edi? Bu haqida alohida video olganman. Baxt gormonlari deb qarasanglar, bizning kanalda bor. Uni 3 ta gormonga bo'lganmiz. Endorfin, dopamin va serotonin. Qaranglar. Farqini bilib olish uchun endorfin bu siz iste'mol qiladigan narsangiz. Bu nima? Eng zararsizi bularning ichida bu shirinlik, shakar. Undan keyin tamaki mahsulot, alkogol va eng yomoni bu narkotik mahsulotlar. Bular hammasi bizaga birdaniga qonimizga baxt gormonini olib kiradi. Uning nomi endorfin. Keyingisi dopamin. Dopamin aynan mana biri mana shu kazinolar, qiziqish, nimadirga erishish. O'zi biron narsaga erishish gormoni deyiladi bu dopamin. Bu nima degani? Siz ishxonada oylik oldingiz. Oylik olgan kuningiz xursand bo'lsa, bu dopamin. Erishdingiz o'sha narsaga. Tadbirkor bo'lsangiz, mana shu oy rekordni bajardingiz, ya'ni planlarni bajardingiz, katta pul ishlab topdingiz yoki qanaqadir o'zingizga maqsad qo'ygansiz, ozish deylik. Men bir oy ichida 2 kiloga ozmoqchi edim, 3 kiloga ozdim. Shunda ham dopamin chiqadi. Siz erishdingiz shu narsaga. Erishuv gormoni. Bundan tashqari dopaminga yana nima kiradi desanglar, xayriya kiradi. Xayriya ko'pchilik aytadi, bilasizlar, xayriya olgan odamga nisbatan bergan odam battar maza qiladi deyshadi. Sababi o'sha dopamin sizni qoningizda ishlab chiqariladi va inson o'zini baxtli his qiladi. Va yana bitta dopaminni salbiy ko'rinishi bu TikTok, Instagram, ya'ni scroll deydi, ijtimoiy tarmoqlarda o'tiraverish, buni ham dopamin deyshadi. Xo'p, endi qaranglar. Mana shu narsaga kirib qolgandan keyin inson shuni talab qilishni boshlaydi. Bizani badanimiz, bizani miyamiz o'sha baxt gormonlarini talab qiladi. Dopamin, endorfin, serotonin. Serotonin haqida gapirmadim. Serotonin bu juda ham yuqori marraga erishgan, ya'ni psixologik kuchli insonlarda bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Mana u videoda alohida aytganman. Endi sizlarga yana qaytarib aytaman. O'tiradi inson, shunchaki o'tirasiz va siz his qilasiz baxtni. Bu uning uchun aytgandagi yuqori darajada bo'lishingiz kerak. Ya'ni dono insonlar, yoshi katta insonlar bu narsani biladi. Buni o'zimizning diniy tilda aytadigan bo'lsak, bu shukronalik, shukr qilish. Ya'ni sizga Alloh taolo bergan ne'matlarni ko'rib his qilishingiz. Ya'ni sog'lig'ingiz agar o'rtacha bo'lsa, sizdan yomonroq kimdirda sog'lig'i bor. Pulingiz kamroq bo'lsa, puli umuman yo'q odam bor. Yana boshqa narsalarda shukr qiladigan minglab narsalarimiz bor va balki biz u narsani ko'rishni bilmaymiz. Va o'sha narsani ko'ra olgan odam shunchaki o'tiradi va his qiladi. Shunda serotonin moddasi sizning qoningizda ishlab chiqariladi va siz o'zingizni baxtli his qilasiz. Mana shu baxt gormonlari. Va endorfin bu aynan o'rganib qoladigan kuchlilaridan eng kuchlisi desa ham bo'ladi, chunki biz uni iste'mol qilamiz. Endorfin bu oziq-ovqat orqali kiradigan narsa. Men nima uchun aytayapman sizlarga bu narsani? Qanday qutulamiz deganda, balki bitta yo'li siz o'sha bilasiz endi o'ynashingiz mumkin emas, o'ynasangiz yutqizasiz, lekin qo'l o'sha ketib qolyapti, o'ynayman deyishga. Shunda siz o'rniga boshqa baxt gormonini iste'mol qilishga harakat qiling. Serotoninni qila olsangiz bu a'lo darajada. Yoki birdaniga xohlasangiz bitta shirinlik yeb oling. Sigaret chekib oling demayman, bu zarar albatta. Bitta shirinlik yeng, shirinlik yeb qo'ying, shirin choy iching, asal yeng, bitta cheesecake yeng. Mana shu narsa orqali o'zingizni vaqtincha aldab tursangiz bo'ladi. Ya'ni juda qattiq lomka bo'lganda shu narsa qilsangiz bo'ladi. Va yana bitta narsa, nega buni tashlash qiyin? Bu umid. Do'stlar, umid. Bu nima degani? Yutib qolsam-chi, o'xshab qolsa-chi,
bu yoqda yana приложениеңizda boyagi ilovangizni keladi. Mana senda imkoniyat, yutasan bu safar deydi. Bitta yutaman beradi sizga-da. Qarang, shunaqada endi bo'ladi. Ya'ni slotlarda shunaqa slot bor. O'yinda men tushunaman har holda mana futbolmi, sport o'yinlarida bular ta'sir qilmaydi, lekin ularni berayotgan koeffitsiyenti hammasi sizga qarshi ishlaydi, ya'ni hisob kitobi. Ammo kim yutishiga ular ta'sir qilmaydi. Lekin slotlarni esingizdan pring qilsangiz 3 ta 7 tushadi yoki 3 ta olma tushadi. Shunga o'xshash o'yinlar bor-ku, har xil. O'shalar ularni programmasida-ku, ular xohlagan narsani chiqara oladi-ku sizga. Axir shuni ham tushunib yetish qiyinmi? Yetish qiyin, sababi inson zombi bo'lib qoladi. Uni men tushunaman. Biz mana chetda turib, mana bu o'tirib olib eritishim mumkin, bu oddiy-ku deyishim mumkin, lekin kirib qolgan odamga rostdan ham qiyin do'stlar. Balki yutarmikinman, balki bu safar yutarmikinman deb o'ylayveradi. Xo'p, nimaga tashlash qiyinligini bilib oldik. Bitta kichkinagina qutulish yo'lini aytdik. U qutulish yo'li emas, u vaqtinchalik muolaja qilish yo'li. Ya'ni sizda boshingiz og'risa, siz bosh og'ri dori ichasiz, shunda boshingiz bosiladi. Lekin doktorga u qaytarilaversa, siz har kuni bosh og'ri dori ichmaysiz, baribir doktorga borib uni sababini aniqlashingiz kerak-ku, to'g'rimi? Va sabablarida endi nima qilsa bo'ladi degan savolga birinchi qadam, har doim hamma narsada birinchi qadam inson tan olish kerak. Tan oling. Ha, men kirib qoldim shu narsaga. Men o'yinchiman. Men bu illatga kirdim. Ya'ni xato qilganini tan olish kerak inson. Va bu kasal deb tan olish kerak. Buni davolash kerakligini tan olmasak, bundan keyingi maslahatlarim foyda bermaydi. Xo'p, tan olgandan keyin nima bo'ladi? Barcha triggerlarni kesishdi. Trigger bu sababchi narsa. Ya'ni ilovani o'chirasiz, saytlarni blok qilasiz. Ya'ni kompyuterda bo'lsa saytni blok qilasiz, telefonda bo'lsa ilovani o'chirasiz. Bu birinchi qadamingiz. Keyingi qadam pulni nazoratini kuchaytirish. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Kartez, ya'ni biz hozir boyga aytgandek, qaram bo'lib qoldik bu o'yinga. Qo'limizdagi tushgan pul hammasi o'yinga ketib qolish ehtimoli 90%. Shuning uchun bu kartalar, agar plastik kartada pulingiz bo'lsa, u kartani yaqiningizga berib qo'yasiz, turmush o'rtog'ingizga, ota-onangizga, kimdirga, do'stingizga, kimga ishonsangiz o'shanga berasiz. Ko'p naqd pul yoningizda olib yurmaysiz. Faqat zarur narsaga. Mana bu cheklash hisoblanadi. Keyingisi qimor o'yinini boshqa narsa bilan almashtirishga harakat qilib ko'ring. Sport bilan shug'ullaning, ya'ni sportga pul tikmang, sport bilan o'zingiz shug'ullaning. To'g'rimi? Yuring, sayr qiling, vaqtni o'tkazing boshqa narsalar bilan, foydali narsa bilan. Boyga aytgandek, ilmga tiking. Pulingiz hali ham qolgan bo'lsa, qaysidir kursga pulni tiking. O'zingizni qiziqtirayotgan, o'zingizni kasbingizni toping birinchi navbatda. Kasbingiz bo'yicha o'sing, kasbingiz bo'yicha ko'p ustozlar bor, ularning darslari bor, ularning kurslari bor, sotib oling, o'shani o'qing. Yana yangi maqsadlar yozing. Maqsadlar bo'yicha bizning kitobimiz bor-da, o'shani ekranga chiqarib beramiz hozir yonimizda yo'q. Do'stlar, sizlarga zo'r yangiligim bor. Ko'pchilik mana darslarimizda aytamiz, maqsad qo'yinglar desam, odamlar qanday maqsad qo'yishni ham bilishmaydi. Mayli, maqsad qo'yishni ham o'rgatamiz, lekin o'zini hayotida nima maqsadi borligini ham bilmaydi. Shunga hayot balansi degan qo'llanma chiqardik. Buni Uzun marketda bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Bu yerda qanaqa aniqlaysiz? Ya'ni bu yerda hayot sohalari bor. 8 ta sohasiga bo'lib chiqqanmiz va o'sha sohalar bo'yicha siz raqamlar qo'yasiz, baholar qo'yasiz va natijada shuni to'ldirib bo'lganingizda bir 40 betdan iborat narsa to'ldirib bo'lganingizda o'zingizning aniq maqsadlaringizni bilib olasiz. Kitobchamiz ko'rinishidan o'zi arzimagan narsaga o'xshaydi, lekin bu hayotingizni aniq o'zgartiradi do'stlar. Bitta olib ko'ring va izohlarda natijangizni yozib qoldiring, boshqalarga ham foydali bo'lsin. Va oxirgisi yordam so'rash. Ya'ni ba'zida bu narsani yolg'iz hal qila olmaysiz. O'zi inson bunaqa holatda yolg'iz bo'lib qoladi. Butun dunyo sizga qarshidek bo'lib qoladi, lekin baribir bilingki, yaqinlaringiz bor. Hech bo'lmasa ota-onangiz bor, ota-onangiz bo'lmasa turmush o'rtog'ingiz bor, aka-ukangiz bor. Ja bo'lmasa do'stlaringiz bor. Kimdirga borib mana shu muammongiz borligini ayting. Yechim yo'llarini ham borligini ayting. Mana manba ekan, mana shu video ekan. Endi menga shu narsada yordam bergin do'stim, hech bo'lmasa nazorat qilib tur yoki yangi yo'nalish topmoqchiman. O'shani qiling. Ya'ni o'zi muhimi
muhit, do'stlar, muhit. Ya'ni ko'pincha insonlar o'zini muhitida yuradi. Kashandalar muhitida narkomanlar bilan va ludamanlar bilan. Va ludamanlar muammosi nimada bilasizlarmi? Qanday yutish yo'lini bir-biriga qidirib taklif qilib ko'rishadi. Mana bunaqa qilib ko'rsaychi, bunaqa qilib ko'rsaychi, bunaqa qilib ko'rsaychi. Birontasi chiqinglar bu narsadan demaydi. Chunki o'yinning ichida-da hamma. Siz chiqib ketishingiz kerak. Agar sizni atrofingizda shunaqa odamlar bo'lsa, ya'ni do'stlaringiz hammasi qimor o'yiniga qaram bo'lib qolgan bo'lsa, ularning orasida yurganingiz bilan chiqib keta olmaysiz. Ya'ni umuman qimordan uzoq insonlar, o'zini ustida ishlayotgan, o'zini rivojlanishi ustida ishlayotgan insonlar bilan birga bo'lishga harakat qiling. Qaysidir sport klublariga a'zo bo'lib qo'ying. Mana suv bo'yida, Bo'zsuvda, Minorda baydarkachilar bor. Sayr qilib ko'rganmisizlar Toshkentda bo'lsanglar, agar Toshkentda o'sha kanal bor, men ko'p o'sha yerda sayr qilishni yaxshi ko'raman va doim o'sha baydarkachilarga qarab havas qilaman. Mana bir uchib ko'raymi deb o'ylayman. Va uchmayman, lekin juda ham qiziq narsa. Bu bitta hozir har xil sportlar chiqib ketgan. Va nihoyat pul o'yinimiz Uzun marketda, bemalol Uzun marketdan buyurtma berib olsanglar bo'ladi. Bu o'yin nima haqida desanglar, zerikarli bo'lmagan holatda pul haqida bilib olasiz. Biz bu o'yinni ancha davralarda o'ynadik. Shaxsan men tadbirkorlar bilan ham o'ynab ko'rdim. O'zim xodimlarim bilan ham o'ynab ko'rdim, do'stlarim bilan. Hamma yoqda har xil fikrlar chiqadi, har xil insaytlar chiqadi va bu o'yinni bitta o'ynab ko'ring. Do'stlar bilanmi, hamkasblar bilanmi, oila a'zolari bilanmi, o'zingizni va atrofdagilaringizni pul haqidagi ilmi oshganini yaqqol ko'rasiz. Insonlar bitta narsa bor ekan, psixologik holat ekan, bu ham yutganni eslar ekan. Ya'ni siz 10 marta o'ynadingizda 2 marta yutdingiz, 8 marta yutqizdingiz. O'sha 8 ta yutqizganingizni bilmas ekansiz. Ya'ni buni ham men boyiga maqoladan o'qidim-da. Ya'ni yutganingizni eslar ekan odam va buni yutish mumkin ekan deydi. Mana mashta katta tuzoq. Yutish mumkin emas, do'stlar. Yuqorida videoda buni to'liq tahlil qilib tushuntirib berdim. Do'stlar, bu o'yin bilingki katta tuzoq. Agar siz shu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, balki bu sizga signal bo'lishi mumkin. To'xtatish uchun yoki umuman siz o'yinchi bo'lmasangiz ham, sizni atrofingizda insonlar hozirgi paytda, aynan hozirgi damda o'yinga endi kirayotgan bo'lishi mumkin yoki anchadan beri o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Shularga maslahat sifatida yordam berish uchun sizga bilim bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni videoni iloji bo'lsa yana qaytadan ko'ring. Do'stlaringizga yuboring, komment qoldiring. Kommentda muhim juda ham o'zingizni holatingizni, ya'ni sizni tanishlaringizda nima bo'lgan? Mana yuqorida Hasanjon keys aytib berdilar, ya'ni bir voqeani. Shunaqa voqealar bo'lgan bo'lsa yozinglar. Nega? Chunki pastda kommentlar juda ham ko'p odamlar o'qir ekan, men e'tibor berdim. Chunki men o'zim o'qiyman, o'zim javob yozaman, menga savol qaratilsa. Ammo ko'p komment yozayotgan insonlar bir-biri bilan ham gaplashar ekanda. Ya'ni o'zini vaziyatini aytadi, kimdir yechim beradi, chunki o'zini boshidan o'tgan, kimdir duo qiladi. Duo ham juda ham kerak narsa. Shuni do'stlar, shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, u holatdan chiqa olgan bo'lsangiz, eng muhim, mana men aytmagan narsalarim ichida kimdir chiqib ketgan bo'lsa, uni yozing, albatta boshqalarga foyda bo'lsin do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.